Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrdonlar, akalar, ukalar, opa-singillar. Mana hozir biz qabristonga keldik. O'tganlarni ziyorat qilgani, kimidir onasi, kimidir otasi shatda yotibdi. Hammalaringdan o'tganlarini Alloh joylarini jannatda qilsin, qolganlaringni ota-onalaringni umri uzoq bo'lsin. Sizlar baxtlaringiz sog' bo'lsin. Hozir mana shu yerda Hoji bobo bilan birga kelib ziyorat qilaylik deb ziyoratga keldik. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat.